Assalomu alaykum, bu Dunyo yangiliklari kanali. Bugun dasturimizda Istanbuldagi qotillik. Gumondor ikkinchi ayolni ham o'ldirganini tan oldi. Istanbul shahridagi dahshatli qotillik ishi kutilmagan burilish oldi. Shishli tumanida chiqindi konteyneridan topilgan ayol jasadi bo'yicha olib borilgan tergov davomida gumondor yana bir jinoyatni tan oldi. Turk matbuotiga ko'ra, 24-yanvar kuni topilgan O'zbekiston fuqarosi Durdona Hakimovaning o'limi ortidan hibsga olingan asosiy gumondor G'ofurjon Akmolxonovich Kamolxo'jayev qo'shimcha ko'rsatmasida yana bir o'zbekistonlik ayolni o'ldirganini bildirgan. Uning aytishicha, O'zbekiston fuqarosi Sayyora Ergashaliyeva ham xuddi shunday usulda o'ldirilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 32 yoshli Sayyora Ergashaliyevaning jasadi Umraniya tumanidagi uyda bo'laklarga ajratilgan va shahar bo'ylab turli konteynerlarga tashlab ketilgan. Aniqlanishicha, marhuma ham gumondorni tanigan. Dastlab voqea yakka qotillik sifatida baholangan edi. Biroq gumondorning tan olishi ortidan ish ehtimoliy seriali jinoyat sifatida ko'rib chiqilmoqda. Politsiya gumondorning so'zlariga asoslanib Istanbulning turli hududlarida qo'shimcha dalillar qidirishni davom ettirmoqda. Shuningdek, video kuzatuv yozuvlari qayta tahlil qilinmoqda. Avvalroq 2 nafari o'zbekistonlik bo'lgan 3 erkak kameralar orqali aniqlangan va ular Gurjistonga qochishga uringan paytda Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Durdona Hakimovaning jasadi terib yurgan fuqaro tomonidan topilib, politsiyaga xabar berilgach, keng ko'lamli tergov harakatlari boshlangandi. Kim Chen In vorisni e'lon qilishi mumkin. Bu uning qizi. Koreya ommaviy axborot vositalari tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o'zi uchun voris tayinlashi mumkin. Razvedka xizmatining fikricha, mamlakatni boshqaradigan birinchi ayol Kim Chu-e bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Xabarlarga ko'ra, u bir qator davlat tadbirlarida qatnashgan, muhim siyosiy masalalarda o'z fikrini bildirgan va davlat hayotida tobora faol ko'rinmoqda. Shu bois Milliy razvedka xizmati vakillari uni rasmiy voris sifatida tayinlanishi mumkin deb hisoblamoqda. 15 million fuqaro haqida ma'lumotlar sotilgani haqidagi xabarlar yolg'onligi ma'lum qilindi. Raqamli texnologiyalar vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida 15 million fuqaro haqidagi ma'lumotlar sotilgani to'g'risidagi xabarlar rad etildi. Vazir Sherzod Shermatovning ta'kidlashicha, bu boradagi mish-mishlar asosli emas. Uning aytishicha, axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Ushbu xabarlar paydo bo'lgach, vakolatli organlar tomonidan tezkor o'rganish ishlari olib borildi. Dastlabki tahlillar asosida rasmiy ma'lumotlar taqdim etildi va fuqarolarga ma'lum qilindi.